yillab tug'ilgan kunga borish uchun sizlar bilan birga garavama qilamiz. Har doimgidek ukladka bilan aksessuar taqir-tuqurlarim tayyor. Endi bo'lsa Zarapani magazinlaridan olgan shunaqa ajoyib va g'aroyib shimimizni op deb kiyib olamiz. Qo'rqib ketmayli, o'zimcha qanaqadir bir stil yaratib olganim yo'q. Bu ko'ylak bilan kiymayman. Конечно, bazaviy futbolka kiyib olamiz. Indan keyin bo'lsa tilimga o'xshagan uzun rimenimni taqib olib, ustimizga bo'lsa lyuks kopiya Gucci kostyumimizni kiyib olamiz. Qanima, to'g'risini aytib qo'ygan yaxshi deb original deb maqtanib o'tirmayman bir xillarga o'xshab. Oyog'imizga bo'lsa Miss Millerdan shunaqa asalcha tufligimizni kiyib olamiz. Qo'limizda bo'lsa har doimgidek Hermes sumka. Hozir brendlar bir-biriga qarab hayron qolayotgani aniq. Endi bo'lsa Gullayashni O'zbekiston deb kilometrli probkalardan eson-omon chiqib olib, tug'ilgan kunga ham yetib keldik. Hamma jamuljam faqat men kam emas. Singlim ham oldimga yugurib uchib keldi. Biz ham ajom-ajom qilib bo'lganimizdan keyin sovg'alarni berdim. Singlim o'rningizni biling deb joyimga o'tkazib qo'ydi. Men borgan любой joyda gap qiziydi. Xolam keyin bu krasavitsamiz bo'lsa, akam xotinlari Mumtozichka bo'ladilar. Bular bo'lsa Kamilochka. Bularni keyin edishga ham uyalaman, chunki juda ham yosh. Bo'ta bo'lsa xolam hammaga meni maqtab o'tiribdi. Qani eshitamiz? Bir kunda Xudoorkam o'g'illari debdi. Bu yoqda hammani ich qotib kulib yotimiz, bu yoqda bo'lsa juda ham seryozni suhbat bo'lyapti. O'shaning uchun aralashmay qo'ya qoldim. Bitta ajoyib rasmga ko'zim tushib qoldi. Patini yulama degani aynan shu bo'lsa kerak. Blogerligimga borib chiroyli atmosferani rasm videolarga olib yurdim bir payt xolam. Voy, Madi oma o'ldirib qo'ydi. Yo'q, internetga Gapimiz shunchalik qiziqada internetga chiqib ketib qolmaysan dastingdan deyaptilar. Kameramni o'chirib olib jim o'tirdim, nima qilay o'zligi boshlashadi. Bu narsani olmasam bo'lmaydi dedim deb bir payt qarasam hamma avjiga chiqib o'ynab yotibdi. Nima qilibdim aytsan ham o'ynasang o'ynabsan deydi udim bir payt shu ashula boshlanib xuddi erim menga so'kishlarni zo'ridan eshitasan degandek bo'ldilar. O'shaning uchun tinchgina kurukdan chiqib ketib o'zimni rasm videolarga olib xursand qilib yurdim. Singlim bilan ham achom-achom qilib bitta rasmga tushguncha 10 marta kulib ichimiz buralib o'zimizcha chiroyli rasmlarga tushishga harakat qildik. Keyin bo'lsa hali tugamagan, lekin men uchun tugagan tug'ilgan kunda singlim bilan bokallarni chiqillatib urishtirib, singlim bilan xayrlashib, uyim qattasan deb uyimga qarab yo'l oldim. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr.